Necha yildan beri odam yashamaydi? 100 yildan beri odam yashaydi. Mo'lda yashagan ekanda o'zi ham. Endi bitta molimiz bor. Ayol kishi yashamaganmi bu yerda? Endi jonim singlim, shu o'zim ham ayol xohlayman. Mana shu murg'akkina qalb sohibini. Mana Islomdan xabar olayotgan bir ayol bo'lsa boshimda ko'tarib yuraydim shuni. Sizda Erim bor. Qirqa bo'lmasa uyda soting, ishingizni qiling ha. O'g'ling bilan ko'ppa kunduzi. Realtor bu. Men bola ota-bocha ikkoving realtorbozlik qilyapsan uyga. Ey, tushunmasalaring men aralashma. Mana bu. Sizga aytsam zamonaviy oshxona bo'ladi agar zakon remont qilinsa. Mana shu yerda men o'zim sizga zakondan pochalardan pishirib. Yigitim bor. Devolgan kartondanmi deyman? Voy er deysiz endi yigit. Yigit, bu sherim. Shans bor. Uyda sotishgan dada. Ha. Hop hadi. Kecha singlim tushimga kiribdi. Assalomu alaykum akajonim. Sog'lig'ingiz yaxshimi?